Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah thumma ma ba'd. Savol yuboribdilar. Ayol yoki erkak kishi o'z qo'li bilan shahvatni qoldirishlik hukmi qanday bo'ladi deb so'radilar. Sun'iy shahvat qondirishlik shariatda istimno deb aytiladi. Mana bu istimno amali islom shariatida harom qilingan, joiz bo'lmagan amallardandir. Bunga Qur'on va sunnatdan dalillar ko'p. Alloh taolo mu'minlarning sifatlarini zikr qilgan holatda Mu'minlar surasida Alloh taolo aytdiki: "Vallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun." Mu'minlar farzlarini saqlovchidirlar. Magaram ayollaridan, o'z ahli oilalaridan va qo'lni ostidagi bo'lganlardan tashqari. Ular bu narsaga malomat qilinmaslar. Kim mana bu yo'ldan boshqasini talab qiladigan bo'lsa, ana ular tajovuzkordirlar. Alloh taolo o'z ayollari bilan yoki qo'lni ostidagi bo'lgan cho'rilaridan tashqari boshqa yo'l bilan shahvatini qoldirishligini nima tajovuz deb nomladi. Shuning uchun Ibn Kathir rahimahulloh o'zining tafsirlarida va Imom Shofiy o'zining fiqh boblarida, fiqhiy masalalarda, nikoh bobida mana shu oyatni dalil qilgan holatda istimno qilishlik harom deb aytadi va boshqa ulamolar ham istimnoni haromligini mana shu oyat va boshqa oyatlarga, boshqa ba'zi oyatlarga dalil suyangan holatda istimnoni harom deb aytishadi. Sunnatdan bo'lgan dalil Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sahih hadisda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Biz yosh yigitlar edik va uylanishlikka hech narsa topa olmas edik. Ya'ni kambag'al edik, uylanishlikka uy-joy qilish, mahrini berishlik va boshqa bir nimalarga boylik topa olmas edik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga aytdilarki: "Ya ma'shara shabab, man istata'a al-ba'ata, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Ey yigitlar, sizlardan kiminglar qodirlik topadigan bo'lsa, uylansin dedi. Ya'ni qodir bo'lishligi bu o'sha uylanishlik moddiy tarafdan uylanishlikka pul, mol topishligi va o'zida jasadida qudrat topishligi. Kim mana bu narsani topadigan bo'lsa, uylansin dedilar. فإنه أغض فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Chunki bu narsa ko'zga ham va farjga ham himoyasi yaxshiroq, sizlar uchun yaxshiroq dedi. Va man lam yastati', kim bunga qodir bo'lmasa, ya'ni kim uylanishlikka qodir bo'lmasa, nima dedilar? Fa alayhi bis-sawm, roza tutsin dedi. Ya'ni kim uylanishlikka ilojisi bo'lmasa, shahvatini qondirishlikka bu yerga emas, yoki uylansin, uylanishlikka qodir bo'lmasa, roza tutsin dedilar. Chunki mana bu roza unga himoya, unga qalqon dedilar. Shu hadisni dalil qilgan holatda ulamolar aytishadiki, agar inson uylanishlikka ilojisi bo'lmasa, sun'iy yo'l bilan shahvat qondirishlikka joiz, bu mumkin bo'lib turib, joiz bo'lmadi, balki roza tutishlik kerak bo'ldi. Demak, inson uylanishlikdan qo'rqadigan bo'lsa, zinoga tushib qolishlikdan qo'rqadigan bo'lsa, sun'iy yo'li bilan shahvat qondiradigan bo'lsa, bu inson zinoga tushib qolmasdan yurishligi mumkin edi, lekin bunga ruxsat berilmadi, balki roza tutsin dedi. Shuning uchun istimno qilishlikni, sun'iy yo'l bilan shahvat chiqarishlikni harom deb aytishadi. Va bundan boshqa yana dalillar bor. Biz qisqacha ravishda bitta oyat, bitta hadisga cheklandik. Vallohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.